menga qarashli bo'lgan mol-mulkni bolalar uyiga vasiyat qilib o'tkazib berdim. Nima qilganlar bu? Shuncha yurib hech narsa tashlab ketmabdilar. Atidan qilganlar bizani qiynash uchun. To'g'ri aytasan. Hayotdagi 7 yot begonalarga tashlab ketibdilar. Otangni jasadini sovugani yo'q. Hali go'rga qo'yganlaring yo'q. Mol-mulkni talashyapsanlar-ya. Uyati. Janoza kim uyda bo'ladi? Meni uyim 9 qavatli dom. Tobut sig'maydi. Ana akamnikidan chiqaraydi. Menikidan bo'lar ekan, uyni shuncha ustida bor. Xatga jo'nataman men ularni. Ana Komolnikidan chiqaramiz. Menga qaramaydi. Meni uyim uzoq bo'lsa, qachon olib borib, qachon olib kelamiz? Meni uyim to'g'ri kelmaydi. Kel qizim. Bas qilinglar. Uyalmaysizlarmi? 3 ta tog'dek akam bor deb sizlarga ishonsam, otamni o'ligi ham ko'chada qoladi shekilli. Amaki, agar ruxsat bersangiz, otamni so'nggi manziliga meni uyimdan kuzatsak. Baraka top qizim. Rahmat. Uyati. Sanlarga o'xshagan 10 ta nomard o'g'ildan mana shunaqangi bitta mard qiz afzal. Shu sanlarga.